Daro. Лирика, есть лекарство для бодряка. Пусть разум плавится, как пластмасс. Вечеринка, мой мир ученика. Я ловлю лирика, есть лекарство для бодряка. Пусть разум плавится. Лирика, есть лекарство для бодряка. Пусть разум плавится, как пластмасс. Вечеринка, мой мир ученика. Я ловлю птичку взглядом, закажу пиццу на дом, плюс острый начо. Я только начал. Я ловлю птичку взглядом, закажу. Лирика, если yana bir sen kabi janon borligiga ishonmasman so'zingdek ko'zlaring Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Do'stim, keldingizmi? Shuncha odam kutib qoldik. Reysga kech qolamiz. Namuncha shoshasiz. Nasib qilgan bo'lsa boraman-de. Ukam xafa bo'lmaysan, pulimiz yetmadi senga. O'zing ko'rib tursan, bo'lmasa seni ham olib ketardik. Hayyo, xijolat bo'lmaylar. Juda ham xijolat bo'lamiz. Xijolat bo'lmaylar deyapman-ku. Alloh chaqirmagan ekan-da. Hammasi joyida. Bo'pti. Hal bo'ldimi? Xullas, kimga bersangiz beravering. Men bora olmayman. Men nima deb javob beraman shuncha Men odam? roziman. Bilmadim, o'zingiz hal qilib yuborarsiz. Keyin safar albatta birga ketamiz. Alloh chaqirsa, hech gap emas. Keyingi safar birgalikda boramiz. To'g'ri, Namuncha shoshasiz. Nasib qilgan bo'lsa boraman-de. Sizlar bemalol borib kelaveringlar. ketamizmi aka? Ketamiz. Bular kim bo'ladi? Kichkina ukamiz. Ukamiz. Pasportingiz yoningizdami? Ha, yonimda. Bering. Tinchlikmi aka? Sizlar bilan bir inson ketishi kerak edi. Xo'sh, Lekin qarzdorligi bor ekan. Shunga reysdan qoldi. Chipta u insonga nasib qilmagan ekan. Sizga nasib qilgan ekan. Ha? Alloh chaqirdi sizni. Rahmat. Hujjat bilan shug'ullanib kelaman. Sizlar bilan ketarkanman. Kelaqa. nimaga? Viza nima bo'ladi? Hozir turizm rivojlanib ketgan-ku. Habiba Travel yetib borguningizcha vizani hal qilib qo'yadi. Assalomu alaykum aka. O'zbekistonga tez qayt. Onangning mazasi yo'q. Ha? Ey xudo, ishqilib yetib boraydi. Nima qilsam ham bugungi bilet ololmadim. Ertaga yetib boraman. Onam yaxshimi? Ertaga doktorlarning aytishicha, onang ertalabgacha yetib bormas ekan. O'zimiz amallaymiz. Nasib qilmabdi bolam. Do'stimga berib qo'ydik. To'g'ri uchuninglar O'zbekistonga olib ketishim kerak. Olib ketishimga pul kerak. Ha. Yo'q, hujjatlari hali joyida emas. Xarajatlari uchun pul kerak. Bu kimdan olib bo'lsa ham jo'natinglar. Men borgandan keyin o'zim berib olaman. Doktorlarning aytishicha, onang ertalabgacha yetib bormas ekan. Nasib qilmabdi bolam.
Labbeyada. O'g'lim, o'g'lim. Onang o'ziga keldi. Xush ko'ribdi. Shuda jarlikka ketayotgan ekan. Xo'p, Yo'lini bir yigit to'sib olib, siz o'g'lingizni oldiga boring debdi. Onang o'ziga keldi. Do'stimning mayiti aeroportda sarson bo'lmasin. Hujjatlarni tayyorlash uchun pul kerak. hammasini eshitdim. Bu pulni mani onam oldiga olib borolmadi. Hech bo'lmasa, do'stingiz mayitini ota-onasini oldiga olib borishga yordam bersin. Yo'q, qudratingdan. Assalomu alaykum. Aka sigaret berib yuboring. Qanaqasi? Farqi yo'q. Ben birinchi marta chakvonman. Unda o'zingiz olib chakura qoling. Nimadandir siqildingizmi deyman, birodar? Aka charchab ketdim. Bir xil hayotdan zerikdim. Ertalab turaman, ishga boraman, ishdan uyga qaytaman, uydan ishga boraman. Har kuni bir xil. Siz qatdan ham tushunardingiz. Do'stim, bir o'ylab ko'ring-chi. Balkim siz bu yashab turgan hayotingizni boshqalar orzu qilar. Bitta siz qolingiz menga aql o'rgatmagan. Mana pulingiz. Qo'shni bozorda ro'zg'or qilyotdim. Sog' bo'ling. Yaxshi o'tiribsanmi? Ma, ro'zg'orlik qilib keldim. Ovqat tayyorlab tur, yuvinib chiqaman. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ol buni. Adas to'g'risini ayting, kimnidir topib oldingizmi? Nuqul ikkita narsa olib kelsangiz, bittasini olib kiribsiz uyga. Assalomu alaykum xola, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu sizga. Voy, ovora bo'psiz. Yo'q, ovorasi bormi? Uyga ro'zg'or qildim, sizga ham qo'shib oldim. Sog' bo'ling. Krimonadan shirinlik oldim, sizlarga ham ilindim. Yana ovora bo'psiz. Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Yaxshi o'tiring. Shunaqa gaplar. Endi tushungandirsiz. Voy. Yoshlari katta onaxon ikkita nevaralarini o'zlari boqar ekanlar. Bechoralar yetim ekan. Yetimni oldidan o'tib farzandimga yetirishga ko'zim qiymadi. Adasi, uzr, noto'g'ri tushunibman. Esingdan chiqarma. Qo'shning och bo'lib turib, sen to'q o'tirsang, bu eng katta insofsizlikdir. Mana, 4 kez. Xo'p. Yeyimizmi? Yeymiz.